Assalomu alaykum, Fonomobil obunachilari. Mana navbatdagi oshxona mebelimizni Andijonning Suryulduz mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Doston akamizning xonadoniga. O'sha ishimizni metrga keladigan bo'lsak, bu yerga 5 metr, balandligi yerdan balandligi 230 bo'ldi. Xo'p, bu ishimiz 5 metr ichida xolodilnigi bo'ldi. Bu joydan bu yerga to'liq qirib bo'ldi. Tepasiga mana xolodilning tepasiga bunisini joylab ketdik, tumba. Xo'p, undan keyin mo'ykasi, sushilkalari bo'ldi. Kir mashinasini ham bir shuning ichiga joylab ketdik. Mana bu chekasiga yetishga gaz duxovka bo'ldi. Xo'p, bu ishimizni har doimgidagi eshikning chekalari rezinoviy kirovka, oshxona vakuum sharli, Kashtan firmani akrillari, rossiyskiy stashniца, orqalari granit bo'ldi. Oshxona 70 kilodan bemalol tortib, osonda ko'tarib oladigan bo'ldi. Bu ishimizni metrini o'sha 2 million 400 ming so'mdan chiqarib berdik. Summasi to'liq 40 bo'ldik, 10 million 550 ming so'mga to'xtadi. U xolodilnikning tepasini bonus sifatida tayyorlab berdik. Kimga kerak bo'lsa, ekran ostiga nomerlarimizni chiqarib beramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.